Bu videoda bog'ingizdagi eng tarqalgan zararkunandalar va hasharotlarning barglarda qoldiradigan izlari, ularni qanday aniqlash va bog'ingizdan qanday yo'q qilish haqida gap boradi. Tasavvur qiling, bir kuni ertalab bog'ingizni tekshirish uchun chiqsangiz, kechasi siz uxlayotgan paytda bog'ingizning bir qismi yo'qolib qolganini yoki gulzoringiz yirtilib, juda qattiq zararlanganini ko'rsangiz, qanday his qilardingiz? Bunday holatda birinchi fikringiz o'simliklarga kuchli kimyoviy pestitsid sepib, aybdorlarni yo'q qilish bo'lishi mumkin. Lekin bu to'g'ri qaror emas. Avvalo ozgina vaqt ajratib, o'simliklaringizni nima yeyayotganini aniqlang, keyin esa aynan o'sha zararkunandaga qarshi chorani qo'llang. Endi barglarda qo'llanilgan imzolar yoki zararlanish izlari orqali keng tarqalgan zararkunandalarni aniqlashni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, zigzag shaklidagi barg yo'llari. Zigzag shaklidagi barg yo'llari bu albatta barg konchalari Leaf Miner tomonidan qoldiriladi. Barg konchalari pashsha, kuya va qo'ng'izlarning juda mayda lichinkalaridir. Ular odatda o'simlikka katta zarar yetkazmaydi, ammo barg ko'rinishini buzadi. Barg ichida qazib harakatlangani uchun bargda zigzag shaklidagi chiziqlar hosil bo'ladi. Kurash usuli: neem yog'i eng yaxshi organik vosita hisoblanadi. 1 litr suvga 5-10 ml neem yog'i, bir necha tomchi suyuq sovun qo'shiladi. Haftasiga 1-2 marta sepiladi. Ikkinchisi, kemirilgan barglar yoki shilliq izlar. Agar barglarda notekis teshiklar bo'lsa va barg chetlari emas, o'rtalari kemirilgan bo'lsa hamda shilliq izlar ko'rinsa, bunga shilliq qurtlar va salyangozlar sabab bo'ladi. Kurash usullari: qo'lda terib yo'q qilish, mis simli to'siq, pivo tuzog'i. Eng samarali usul pivo tuzog'i. Bir likopchaga pivo qo'yib, kechasi qoldiriladi. Bu zararkunandalarni jalb qilish o'ldiradi. Uchinchisi, barg chetlarining kemirilishi. Bu izlarni ko'pincha barg kesuvchi asalarilar qoldiradi. Nima qilish kerak? Agar zarar juda kuchli bo'lmasa, bu asalarilarni yo'q qilish tavsiya etilmaydi, chunki ular foydali hasharotlar bo'lib, changlatishda muhim rol o'ynaydi. To'rtinchisi, tomirlar orasida katta teshiklar, skeletlashgan barglar. Bu holat odatda qurtlar, katerpillar mavjudligini bildiradi. Ayniqsa teshiklar katta bo'lsa, bunday zararlarni yana qo'ng'izlar, quloqtesharlar va arakashlar, zofilis ham keltirib chiqaradi. Davolash: qurtlarni va tuxumlarni qo'lda yig'ib yo'q qilish kerak. Keyin neem yog'i va suyuq eritmasini haftasiga 2 marta sepish tavsiya etiladi. Retsept: 10 ml neem yog'i, 10 tomchi suyuq sovun yoki shampun. Barglarni ayniqsa pastki tomoniga yaxshilab purkash kerak. Beshinchisi, barglarning rangsizlanishi va so'rib zararlanishi. Bu holat odatda tripslar va o'rgimchak kana sababli yuz beradi. Eng ko'p uchraydigani Kuba dafni tripsidir. Barg avval rangsizlanadi, keyin bukilib, hasharot va tuxumlarni yashiradigan qopcha hosil qiladi. Agar vaqtida chorasi ko'rilmasa, ular juda tez ko'payib, katta zarar yetkazadi. Kurash usuli: zararlangan barg va novdalarni olib tashlash yoki yoqish. Neem yog'i, suyuq sovun va ozroq chinnigul yoki evkalipt yog'i qo'shilgan eritmani haftasiga 2 marta sepish. Zararlanish davom etsa, tarkibida imidakloprod bo'lgan kimyoviy vositalardan foydalanish mumkin. Oltinchisi, barg gallari yoki bargdagi shishlar. Bu kam uchraydigan holat bo'lib, barg yuzasida o'simtalarga o'xshash shishlar paydo bo'ladi. Bunga shiralar, arilar va kanalar, tuxumlar qo'yishi yoki oziqlanishi sabab bo'ladi. Yettinchisi, so'rib zararlanish, barglarning buralishi va deformatsiyasi. Bunday zararni ko'pincha shiralar, oqqanotlar va unshudringlar, melabugis keltirib chiqaradi. Unshudringlar ayniqsa yosh novda va o'sish uchlarida
O'sish uchlarda uchraydi. Shiralar va unshuntrunklar chumolilar bilan foydali aloqada yashaydi. Chumolilar ularni himoya qiladi va boshqa o'simliklarga olib boradi. Evaziga esa hasharotlar chiqaradigan shirin moddadan oziqlanadi. Kurash usuli neem yog'i va suyuq sovun eritmasini haftasiga 2 marta sepish yoki yaxshi usul hisoblanadi. Barg buralishi virusi. Bu kasallik qalampir va pomidorda ko'p uchraydi. Sababi barg buralishi virusi. Davolash usuli. Kasallangan o'simlikni ajratib qo'yish, 1 litr nodir ayron hosil qilish, unga 1 choy qoshiq 5 gramm asafoyida kukuni qo'shish, yaxshilab aralashtirib 1-2 soat tindirish, matodan suzib olish, eritmani barglarning usti va pastiga purkash, har 3 kunda 1 marta, jami 3-4 marta takrorlash. Bu usul ko'p hollarda pomidor va qalampirdagi barg buralish virusini davolashga yordam beradi.